Mening ismim Adam. Edner podshohligining shahzodasi. Bu yerda sirliq Galeskar qal'asi bor. Bu yo'lbars mening eng yaxshi do'stim. Menda sirliq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib, qattiq tovlayman. Mana kuch-quvvat atoqimga! Bu çağda yo'lbars arish yo'lbisiga aylanadi. Men Xiymanga, olamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadotberi so'zsiz. Yasao, Dinkin va Orko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantar qal'asini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Senin tayyorlig'ing bitdimi, ha? Ha, bitdi. Askarlarchi? Ular mening buyrug'imni kutib turyapti. Yo'q, mening buyrug'imni kutyapti. Ha, albatta shundoq. Yaxshi-ku. Xiymanning yo'limizni to'sishini kutgandim. Chunki bu qatim uni nobud qilaman. Shu turqum bilan to'siyalayman. Bu narsa yo'liqib qolsin, qocholmaydi. Qaraganda sen yana bir narsa kashf qilgandek qilasan, Yasao. Xiyman buningdan nihoyat abchillik bilan foydalana oladi. Shundaqda da, uning shunda qila olishi ishinimi? Shundaqmi? Endi desam bo'lar. Qina amsi marhamat, ko'r paqayli oko. Hozircha bo'lmaydigandek qiladi. Navodi biz uni bo'shatmasak, Salma odam davomli tutib turadi. Bo'pti. Qarag'anda sizlar meni ketkizib o'tadiganday qilasizlar. Ehtimol ikki qutbli lampadan chiqqan quvvatini o'zgartgandilar. Yo'q, meningcha ta'virtish chastosidagi masalamikin deyman. Sizlarning bu kashfiyotdan foydalana oladiganligingizga ishonaman. Bu Salma o'z kuchini ko'rsatdi. Shundoq emasmi? Agar biz bu konubkani burab qo'ysak, nur iqimini tizgilay olamiz. Voy, hajabmi qiziqarli narsa ekan-ku bu. Biroq kechiringlar. O'zinglarning salmonlarni xotirjam tadqiq qilaveringlar. Birisi bilan uchrashmoqchi edim. Yaxshi gap. Muhimmish. Shahzoda odam boshqa ishlarga nima uchun bunchalik qiziqmaydi? Hamish ko'ngil ichish bilan bo'lib ketadi. Undoq bo'lmas. Bu yoqqa kel arish yo'lisi. Bizga yana vazifa chiqdi. So'sirisining bizni ko'gis kelib qopti. Yana xatarlik ish yuz bermagandi, ilohim. Kuch-quvvat ato qildi! Mangayli arish yo'lisi, biz darhol Galeskar qal'asiga boraylik. Yani nimaga saqlayib to'qmaqdiq amsa?
so'z biz keldik. Haman keldiganliginglarni biletdim. İş intayin ciddi. İskilit Şah yeni Etnir padişahlığı hücum qilish maqsadida bo'lyapti. Sizlar darhol stadik rayoniga beringlar. Biroq u yerda uzundan buyon echilmay kelayotgan o'rmonlikdan boshqa hech narsa bo'lmasa, Hozir tamamen o'zgarib ketdi. İskilit Şah, Temür Eğiz Maxluq va Bosman boshchiligida bir turkum lashkarlarni evatib, Etnir padişahlığı hücum qilmoqchi bo'lyapti. Oxiri Galaskarni egallab, uning sirini bilmoqchi. biz bu harakatimizga Yasavulni qatnashtiraylik. Sen nihoyat pamlik Xeyman, lekin diqqat qil, shay ila o'zgarib turdi. Kuchimning yetish chitirishimi? Fikringe qo'shilaman deylar. Bu qurilmadagi chatoq jazman elektr magnetlik nur chastotasidan chiqqanda qiladi. Biz to'lqin uzunligini tanishib, ularni qisqaroq qilaylik. Shundoq qilamdiq dada. Shundaq, nihoyat yaxshi. Navoda aylanma elektron yo'li kengayib ketsa, aylanma lazer nuri hosil bo'ladi. Men kunukkin tanishib boqay. Bo'ladi. Uni 2 qataq yo'tga. Bo'ldi deylar. Qaraganda biz cho'qim g'alaba qilgandek turamiz. Yana tirishaylik. Ha, seni cho'qim o'shyada deb o'ylagandim Yasavul. Xeyman. Mana men deylar. Nima ish? Ya'ni shu iskilit Shah, Temür Eğiz Maxluq va Bosman orqali Etnir podshohligini ag'dirib tashlamoqchi bo'libdi. Oho, yana shu ag'dirmichilik plani. O lashkarlarni evatibdi. Biz ularni cho'qim tepishimiz va to'sib olishimiz kerak. Bo'ldi, iskilit Shah qo'zg'aldi. Biz tezroq mangaylik. Amsi mangaylik. Yo'q, sen qilib kelib lazer nur salmoni tadqiq qilaver. Biroq dada, mening o'rnim Seva Xeyman bilan o'xshash-ku. Bu qurilmani sen o'ngshab bo'lsang, sening to'ypang uningdimi cho'ng bo'ladi. Shundoq dada. Demek sen rastlı dostlarım ulan beni tosup alayman dep o'ylaydi ekansan-da, Xeyman. Temür Eğiz Maxluq bu qo'shbosh ilancılarını boshqara oladi. Tez bo'linglar. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Ular Osmonning boshlig'ida men ko'rsatgan strategik yo'nalish bo'yicha hujum qilib, g'alaba qiladi. Ondan men Etnir podshohligining hukmroni bo'laman. Uzoq qolmay butun Galaskarni ishg'ol qilaman. Lashkarlarim Xeymanni bosh ko'tarmas qilib o'tadi. Oko, derhal ishxonamga kel, bo'lamdi. Siz kelgandimi? Ha, herhal siz kelding. Esingda bo'lsin, men degan bir sevgikar. Men sen uchun har qanday ish qilishdan bosh tortmayman deylar, ha? So'zing nima degan chiroyli. Ha, hozir meningcha bu kashfiyotimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Sen menga yordamchi bo'lib sinoq qilishpagin. Men sinoq qilsamsan? Voy, sen hilini ma'qul bo'lganding-ku. Ba'zida so'zni chag'ilmay qilib solaman. Bo'ladi deylar, nima ish qilaman? Sen o tarafga beribdi. Oko, bo'shinib chiqib boqqan men ko'ray. Men muvaffaqiyat qozondim. Lazer nur salni o'z kuchini ko'rsatdi. Endi vazifam tugadi. Ha, dadam bilan Xeymanning faoliyatiga meni qatnashtirmaslikqa asos qolmadi. Shundoq emasmi? Lazer nur salmini ularga foydasi tegib qolar. Deylar, meni bo'sh tutib qo'ygan. Oko, albatta, sen chidab turg'in. Temür Eğiz Maxluq bilan Bosmanning hiylasi ko'p. Yana iskilit Shah buyruq tushiryotdi texi. Deylar. Ha, ozroq chidab tur. Men seni hozirla bo'sh tutdilar. Qarasana deb qo'yishimga. Yani adamın qarısını ko'rinmasa, yana nədiki lashkarlar ekan u Xeyman. Ular cho'qim o'sha atrofda. Ularni cho'qim topmasak bo'lmaydi. Ajoyib ish. Bir qara olmi ko'rinmaydi u. Ajoyib sirliq ish-ku bu. Yaxshisi biz bo'linib harakat qilaylik. Sen o tarafingizda.
Ha? Ehtiyat qil. Yasavul, amal qilib, uchar şanığı chiqib olg'in. Payt keldi. Endi sheriklarimi yasovulni kutib olishga ivert. Bo'ldi. Skelet shoh. Men Bosman, sana buyruq qilaman. Darhol otlan. Yaxshi, Bosman. Planimiz toza joyida o'rinlandi. Öpkeni besal Erşol Lucy. Heyman, beni tutuzma. Tez bu. Beni tutuldurgin. Yasavul, Bosman çokum bunun keyini yüşürdüm alan eme. Lekin iskili çağının elisini mekine. Onu çokum eniqlamay koymayma. Senin gerginliğini karşı alımız. Yasavul, ha? Afsus ki, ikkimizning hissiyatı kılçımı okşumaydı. Bunun karıcağlı. Sen onu emdi işildenmeyse. İşlemin işildenmeyse. Ömür'ünüz. Hop, skilicha. Heymen aldam kaldığımızı düştü. Hazır o yasavulni tutuzmakçı. Askerlerini buyruk tutaya kıl. Bunu. Ben hiç düşünemedim. Ormanlıkta karavul yok mu? Ben mi düşünemedim? İskelet yaxının atalmış xil leşkerlerini hazırınız körüp bakmadı. Bu meni teximiz həqiqləşdirdi. Mağaylı. Taz caydı qıldın her şey olursa. Bu əmləklər nədir peyda oldu? Bu sualınğa o nimelerle cevap vereleydi. Tez bol her şey olursa. Yak bombaydı. Sen rastırlı sekirmekçi mi? Her şey olursa. Ay. Yani bir kaldı. Uyakta. Bu maşini gango. So'siriz bizni xili burunli ba'zi narsa hargiz asli qiyofat bo'yicha ko'rinmaydi deb ogohlantirgan emasmi? Skelet yaxning yana qandaq hiyla nayrangdir borligini bir ko'rib boqaylik. Aldırma Heyman. Oyun emdili başlandı. Ulanı tutumla! Oho, bu ulanın tağdaşsız xil leşkerleri ekan da, ular o'zimizni bir ko'sib qo'yaylik, shundaqmi yaxshi bo'lsa?
Məbləğlər bizdən tez gəldi. Aldırmay, tox. Bu iş bana apamdan sözləb bəgən bir xil oyununu əsətdi. Elişaylı. Ulan köpeydi, bol her şey olursa. Bu kıyımın bol değil, xeyme. Davamlı kuruş. Lekin benim boş başlık ilancillerim sanaksız. Xeyme, sen mi ahir amal kılamaysa, bunu bilemse, ha? Aldırap haşvap gitme, Bosman. Xeyman, ben bu yerde. Bunu tut. Lazdırılır salma öz için köz tutu. Aldın mı? Bunun sana hiç kanda faydası yok Xeyme, bilemse. Ha? Dila, kada kızım bunu da. O tarafı konup gidip bassanla. Salımı taşla çıktıların küçeği tutu. Vaqt kes, tez bolaylı. Qaraganda ular qoşbaşlıq ilancınlarını türkümləb çıxırıb atqandək qılıdı. Senin toğunu tuş əsvabən onları tənkiləməsmi Dila? Dadam nerede? Onu Bosman degen uzun jonluq məxluqның bətbəşiri toru uğru apdı. Onu hazırda berib qutqızı mən, qutun mu? Her şey olursa tez bol. Batırıp da. Dur, tömür yığız alvastı. Herhal önüm verdi. Aldırap hoşup gitmek değil ha. Sen bana terkilemeysen. Ben kız dörtle. Ben olmasam hiç işin vücut kışkıramayısın. Kaytiş. Ömer kız. Osman. Tez ilan tege çıkınla. Tez buluş. Sen de galiba kımmadın Xeymen. Sen o Cenab-ı Yasa oğlunla yeğeniyle bizim kolumuzda. Dadam? Sen neymiş ki amal kılıp onu kutuzmayırsan? Ha? Bu iskaner her qandaq canlıq nəsini tapa alaydı. Qara, inkas qaytırıb atıdı. Çok umurtağda. O nima? O kalma. Bu otomatik partlaş kurulması. Bu cezmen kaçlı kılalaydı. Endi Yasa oğlunun yerde ölmekten başka çaresi kalmadı. Ha? Xeyme, ben bu yerde. Mani mən Dila. Biz keldik. Avtomatik patlaş üskünüz nerede? Benim sol tarafımda, ayada. Sana köp rahmet Xeymen. Oh, dadam sahken, ben bek hoş gidip attım. Yani bir iş kaldı. Berip çıkış etmesem sadı olmaydı. Hele can meydanını üzül kesil tasdip etişim gerek. Şunu ben lazer nur salmını yasap bulupla senin ve Xeymen'in kışığı yitip geldim. Oo, burada beni saklayın valla. Ha? Hey, nim oldu? Minant sen bunu qancha qısqıp ketmeysen o deyme. Oh, undaq muayyenleştirip etme. Esingde bolsun deyla. Bazı vakanın mahiyeti onun görünüşüne okşamaydı.
hikoyamizda dadamdan o'ylagan ishimni qilishga ruxsat qilishni talab qildim. U qo'shilmagan bo'lsa-mu, oxir qildim. Ta'limga yarasha biror ish chiqmadi. Dadam opamlarning to'g'ri bo'lishi natoyin. Biroq ular bizning qilmoqchi bo'lgan ma'lum ishimizga faqatla unumay turib olsa-mu, hamon to'liq sabablar bo'ladi. Meningcha bizni yaxshi ko'rib, biz uchun o'ylaydigan kishilar har vaqt bizga g'amxo'rlik qiladi. Buning hammasi yaxshi ish. Bilishingiz kerakki, ular bizni yaxshi ko'rganligidan bizga ruxsat qilmaydi.